Aka, bu nima qilganingiz bu? Men siz o'zim akam, Radnoy akam deb masjidga begonani qo'ymay sizni qo'yib qo'ygan bo'lsam. Mayli, aka, men sizga bitta narsa deyotganim yo'q. Nima qilasiz mana shunaqa harom narsalarga? Pastyanni shunaqa qo'yasiz. Yaxshi pul beryapti, agar berganda 2 barobar qilib qo'ymoqchi edim joyiga. Seni o'ylagandim. Bir ota bir inan ballarda yashik, uka, endi to'rtin Qo'l qilmang menga. Hozir to'g'ri ish qildim deb o'ylayapsizmi? Menga nima turibga qo'yasiz? Qaytaraman, uka. Shu paytgacha bo'lgan edi-da. Zo'misiz? Salom, charchaman. Xullas, aka. Bitta gap, bugun kechgacha qatdan bo'lsa ham pulni hammasini joyiga qo'yib qo'yasiz. Ertaga boshqa bola chiqadi o'rniga. Boshqa gap yo'q. Ey, normali tikkandim oqib ketdi-da. Onasini emsin, bu jurangni pulini ko'paytirib bermoqchi edim. Shunday bosh qotyapti. Vobshe asam buzilyapti. Endi shunchalik pulni qanday bunga to'g'rilab beraman? Ey aka, hali ham shu eski ishingizni qo'yganingiz yo'qmi? Yoshingizni qarang, kap-katta bo'lib qolganini. Siz qatorlar qancha bizneslari bor. To'g'ri, kelish kerak. Siz ko'piga qiziqmang, kam-kamdan kelsin, lekin har doim kelsin, aka. Akajon, seni oldinroq ko'rmayman-da. Shuncha pulni urdirib o'tiribman. Onasi emsin 15 ga emsintik, 20 ga emsintik. Menga nima kerak edi shu? 1,5 2 deb mazza qilib yurmaymanmi? Onasi emsin 1,5 tikkaman. Bularga foydasi yo'q ekan menimcha.